Biz yana Qamashi tumani Qovchin mahallasida joylashgan, xaroba ahvolda yotgan eski tibbiyot xonasidamiz. Dasturimizning avvalgi sonlarida bu yerdagi ayanchli vaziyat haqida tanqidiy lavhani efirga uzatgan edik. Tibbiyot maskani emas, ko'rib turganingizdek, xaroba maskanga aylanib qolmoqda. Ming afsuslar bo'lsinki, oradan shuncha vaqt o'tib hududga kelganimizda esa bu yerda hech qanday o'zgarish bo'lganligini guvohi bo'lmadik. Shu tufayli bugun mavzuga takror qaytamiz. Tibbiyot markazida, tuman markazlari hammasi xabarlari bor. Vazirlikkacha xat yozganmiz. Xatning natijalari ham hali qo'limizda turibdi. Hech qanday natija bo'lgan yo'q. Mana bizning mahallamizga 6000 ga yaqin aholi yashaydi, istiqomat qiladi. Juda qiynalyapmiz mana shu tibbiy xizmat bo'yicha. Bizlarga muassasada bitta yaxshigina umid punkt ochib bersin. Mana davlatimiz, mana bolalarimizni dokumentlar mana bunday bo'ytyapti, Rostov. Mana tibbiyot xonasini qilsa bo'ladi. Mana shu yerga oldin ko'chirib ketgan edi. Ana xaroba bo'lib yotibdi. Dokumentlar yerda yotibdi, sochilib. Shularni chiroyli qilib qilib bersa, bizlarga yordam berishingizni so'raymiz. Xo'sh, ushbu muammo yuzasidan bu safar mutasaddilar qanday va'da berishadi? Hozir aholini murojaatiga asosan biz rahbariyat bilan kelishgan holda, maslahatlashgan holda, hokimiyat bilan maslahatlashgan holda tibbiy punktni remont qilib, filialini ochib berishga harakat qilamiz. 2026-yilda 1-chorak fevral oyida ochamiz nasibimiz. Doimgidek menlar ushbu masalani o'z nazoratiga oladi va muammo bartaraf etilmaguncha biz mavzuga takror va takror qaytaveramiz.